Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizni Neomed kardio klinikasi reanimatsiya bo'limiga 64 yoshli onaxonimizni juda o'ta og'ir ahvolda tez tibbiy yordam mashinasida olib kelishganda pushlarida karaxroq edi. Bularda qo'yilgan dastlabki diagnozimiz surunkali yurak yetishmovchiligi, dekompensatsiya bosqichi edi. Onaxonda juda oyoqlarida juda ishlar, nafas olishlari juda qiyin. Qon bosimlari juda past holatlarda olib kelingandi. Hozirda onaxonimizni bugun 5-kun sutkalari ahvollari qoniqarli darajada. Plan qilyapmiz, ertaga yoki indinga o'zlarining bo'limlariga, kardiologiya bo'limiga o'tkazishimizni. Yaxshimisiz, xolajon? Yaxshiman, Xudoga shukr, alhamdulillah. Shunchalik meni uzatdinglar, hayotga boshqatdan qaytardinglar hisobda meni. Chunki men уже hayotdan уже umid uzgandim. Men yashashni xohlamayapman. Yo, baraka topinglar, tan joningiz sog' bo'lsin. Shunchalik meni lecheniya qildinglar, shu nimaga qaytardinglar. Rahmat hammanglarga. Alloh hammanglarning ishinglarni rivojini bersin. Hammanglar shu ishda yursizlarmi, shu ishni oxirigacha yetkazinglar. Rahmat.